Temur Kapadze qo'g'irchoq murabbiy emas. Futbolchilarning individual mahorati evaziga qo'lga kiritildi. Raqib butun jamoa bo'lib himoyalanishini bilib turgan holda himoyadan o'ynadi. Men Abduqodir yonidaman. Ko'rib qo'ying deb turib, Abduqodir chekkada qolib ketyapti. Blogerlarimiz ochko ishlashyapti o'zlari. Avval ham aytganman, Srechka Kataynich bundan 25 yil avval natija bergan trener. Undan keyin hech narsani qoyillatgani yo'q. Biz qanchalik Erondan o'tib ketdik. Abduqodir Husanov, Vinicius Junior kabi yulduzlarga qarshi ishonchli o'yin namoyish qila boshlagani uchun gapirilyapti bu gap. Tele ko'rsatuvlarda, podkastlarda O'zbekiston terma jamoasi tobora kuchayishi bashorat qilinyapti, taxmin qilinyapti. Abduqodir Husanovga berish kerak edi penalti. O'sha yangi o'yinni qurmay turib eskisini buzma degan gap ham bor-da, u bejiz aytilmagan. Yaponiya Erondan keyin terma jamoalarni olganda O'zbekiston turibdi. Jahon chempionatiga chiqdik. Keyin nima bo'ladi? O'zbekiston terma jamoasi bugungi kunda qit'ada yetakchilar orasida turibdi. Hali kurashni davom ettirish kerak. Assalomu alaykum, Daryo.uz saytining YouTube'dagi muxlislari. Bugun intervyular rukni doirasidagi navbatdagi suhbatimizni sizlarga taqdim etamiz. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli sharhlovchi professor Mirzahim aka To'xtamirzayev. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan shu studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Taklif uchun tashakkur. Avvalo bugungi suhbatimiz asosan O'zbekiston terma jamoasining mart oyidagi uchrashuvlariga bog'liq bo'ladi. O'sha bo'yicha savollar berishni boshlayman. Marhamat. Avvalo O'zbekiston terma jamoasining mart oyidagi o'yinlarini qanday baholagan bo'lardingiz? Agar qisqa baho berish kerak bo'lsa ijobiy. Kengroq baho bersangiz. Chunki biz Qirg'izistonni mag'lubiyatga uchratishimiz kerak edi, uchratdik. Eronda yutqazmasligimiz kerak edi, yutqazmadik. Shuning uchun ijobiy. Endi muxlis sifatida, futbol ichida ko'p yillar yurgan odam sifatida yondoshadigan bo'lsak, bundan ko'prog'ini kutganimiz bor gap. Chunki doim maksimal bir orzularga intilamiz hammamiz ham. Tasavvur qiling, biz Qirg'iziston terma jamoasi bilan hozirgacha o'tkazgan uchrashuvlarimizni aksariyatini yirik hisobda yutganmiz. Bitta o'yinda 2 ta gol urganmiz, yana bir nechtasida 3 ta, 4 ta va 6 tadan gol urgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu safar bor yo'q bitta gol urdik. Oxir oqibat kerak bo'lmaydi shekilli-yu, lekin to'plar farqi inobatga olinadigan holatda Qirg'izistonni yirik hisobda yutganimiz bizga yaxshi bo'lardi. Boshqa tarafi Temur Kapadze terma jamoani qo'lga olganidan keyin yigitlar bilan 2 kun birga bo'ldi xolos. U 17-da to'plandi deganimiz bilan ba'zilar mashg'ulotga 18-da kirishdi. 18-kuni oddiy mashg'ulot, 19-kuni uchrashuv arafasidagi rasmiy mashg'ulot va o'yin. Shu nuqtai nazardan ko'p narsani o'zgartirishga hali Temur Kapadze ulgurmasdi. Buni ham tushunish kerak edi. Ikkinchisi, biz kutmagan yo'qotishlar deylik. Chunki avvaldan hech kim kimnidir jarohat olishini rejalashtira olmaydi. Husniddin Aliqulov so'nggi kunlarda safga qo'shila olmasligi ma'lum bo'lgani, Oston O'runovni kutgandik, o'yinlarga qaytdi deyishgandi, oxir oqibat na birinchi na ikkinchi uchrashuvda maydonga tusha olmadi. Va Erondagi Ozodiyadagi uchrashuvda Jaloliddin Masharipov avvalgi uchrashuvda ikkinchi sariq kartochkani olib safdan chetga chiqqani. Mana shu narsalar ham baribir o'zini ta'sirini ko'rsatdi, lekin hamma narsa yaxshilikka deylik. Chunki biz Qirg'iziston bilan o'yinda juda ko'p xavfli vaziyatlarni vujudga keltirdik. Ha, kimdir xafa bo'lishi mumkin. Bunaqa o'yin bilan Qirg'izistonga gol urmasa deb turibdi, lekin o'sha vaziyatlar yo'q bo'lsa nima qilardik? Shunaqa uchrashuvlarni ham ko'rganmiz. Terma jamoa hujumkor o'yin namoyish qildi, raqibga umuman imkoniyat bermadi. Shu nuqtai nazardan Qirg'iziston bilan o'yin 1-0 hisobidagi g'alaba bo'lsa ham baribir yaxshi baholanishi kerak. Shaxsan meni fikrim, kimgadir yoqmasligi mumkin bu fikr. Ikkinchisi, Ozodiyda o'zi faqat bir marta yutganmiz. Bu safar g'alabaga yaqin keldik. So'nggi soniyalargacha g'alaba uchun biz harakat qildik.
Mezbonlar o'sha jahon chempionatiga rasman olib chiqadigan bitta ochko yetarliligini tushunib turishdi va oxirgi daqiqalarda e'tibor berdingiz, vaqt cho'zishdi. Tasavvur qiling, O'zbekiston bilan uchrashuvda Eron durangni saqlab qolish uchun o'ynadi. Bular hammasi terma jamoamiz yuksalayotgandan dalolat. Shuning uchun terma jamoaning o'yinlarini ijobiy baholash mumkin. Va yana bitta alohida ta'kidlamoqchi bo'lgan jihatim, Srechka Katanets va Temur Kapadze davridagi O'zbekiston terma jamoasida farq ko'zga tashlanishni boshladi. Qatar bilan Dohadagi uchrashuvda biz hisobni tenglashtirib olganimizdan keyin 2-2. Shu zahoti hujumkor o'yinchini himoyachiga almashtirgandik. Rustam Ashurmatov maydonga tushganda oxir-oqibat to'p o'tkazib yuborgandik. Baribir mag'lubiyatga uchragandik. Bu safar Eronda, Ozodiyda umuman oladigan bo'lsak, o'sha durangam yomon natija emasligini tushunib turganimiz holida oxirigacha yigitlar hujumga borishdi. Va bu narsa Srechka Katanetsning bir iborasini yo'qqa chiqarib berdi. Dohada Osiyo Kubogi vaqtida bir qator o'yinlarda terma jamoamiz hisobda oldinga chiqqandan keyin himoyaga o'ta boshlagan edi. Yaqinda shunaqa voqea bo'lganda o'zimizda Jahon Kubogi saralashida Srechka Katanets har safar men yigitlarga orqaga qayting demadim derdi. G'ashimiz kelardi, jahlimiz chiqardi. Ha, trener nima qilib o'tiribdi? Aytmaydimi bolalarga bor oldinga deb. Yo'q, u yigitlarning o'zida emas. Mana kecha o'sha 2-2 ni saqlab qolsak bo'ladi, bizga shu ochko ham har holda yo'qdan ko'ra bor deb himoyaga o'tib olmadik-ku. Oldiga bordik-ku. Demak, terma jamoa o'zgarishni boshladi. Bundan oldingi bitta podkastdagi videoni ko'rdim. O'shanda aytgansiz, bu yangilangan shu Temur Kapadze qabul qilgandan keyin terma jamoada bu kana Srechka Katanets hech qanaqa roli qolmaydi degan gaplarni aytgandingiz. Ya'ni bu faqat Temur Kapadzening terma jamoasi degan ma'noda. Lekin kechagi ikkita o'yinda baribir ko'rdik. O'sha Srechka Katanets qo'yib ketgan o'sha tamal toshi deydimi qaysidir ma'noda o'shani ko'rdik. Ya'ni o'sha taktik sxemada qaysi ma'noda 5-2-3 mi yoki 3-4-3 mi o'sha Srechka Katanets davrida ham o'sha sxema edi. Kecha Temur Kapadze paytida ham o'sha sxemada harakat qildi. Bu baribir o'sha Srechka Katanets qo'yib ketgan tamal toshi emasmi? Nazarimda yo'q. Isbotlab berishga harakat qilay. Birinchisi, o'zi zamonaviy futbolda siz aytgan taktik sxemalar deb oladigan bo'lsak, 3 ta markaziy himoyachi, 2 ta qanotdagi o'yinchi, u xohlang himoyachiga qo'shing, xohlang yarim himoyaga olib o'tib qo'ying, 2 ta tayanch yarim himoyachi va hujumda faol o'ynaydigan 3 ta futbolchi. Unaqasiga olsangiz ham, bunaqasiga olsangiz ham. Dunyo futbolining yarmi xuddi shu taktik sxemada harakat qilyapti. Ya'ni Katanets emas, boshqa murabbiy bo'lganda ham xuddi shu taktik sxemada o'ynash mumkin edi. Boshqa tomoni bor, 4 ta himoyachi, ya'ni o'sha markazdagi 3 ta himoyachidan bittasini oldinroqqa surib olib chiqib qo'yish mumkin edi. Lekin bitta narsaga e'tibor qarataylik. Srechka Katanets Ektor Kuperning Suriyasiga qarshi Osiyo Kubogida raqib butun jamoa bo'lib himoyalanishini bilib turgan holda himoyadan o'ynadi. Hujumga bormadi. Yodingizda bo'lsa, bir yil muqaddam. Avstraliya bilan himoyadan o'ynadi. Ana endi Qirg'iziston bilan Temur Kapadzening jamoasi xuddi shu sxema, siz aytgandek, o'sha 3 ta markaziy himoyachi, 2 ta qanotda futbolchi bor, qolganlar endi 2 ta tayanch yarim himoyachi va oldinda qolganlar. Lekin bizni so'nggi himoyachimiz maydon markazida yurdi. Farqi bormi? 11 ta o'yinchingizdan 8 tasi jarima maydonimiz atrofida yurgani bilan 11 ta o'yinchimizdan 8 tasi raqib yarim maydonida yurganining o'rtasida katta farq bor. Yana ta'kidlayman, Srechka Katanets davrida bu shaxsiy fikrim, kimdir qo'shilmasligi mumkin. Biz asosiy e'tiborni himoyaga qaratdik va qayerdadir shuni evaziga ochkolar oldik. Biroq aksariyat hollarda o'sha g'alabalar
futbolchilarning individual mahorati evaziga qo'lga kiritildi. Jumladan, Qirg'iziston bilan safardagi uchrashuvda Oston O'runov g'alaba to'pini kiritmasa, biz o'sha kuni 3 ochkolik bo'lmasdik. Keling tan olaylik. Yoki Koreya Xalq Demokratik Respublikasi terma jamoasi bilan har ikkala uchrashuvda O'tkir Yusupov penaltini qaytarmasa, biz 3 ochkodan ola olmasdik. Ya'ni Katanetsning taktik sxemasi emas, bevosita futbolchilar o'z so'zini aytdi. Kechagi o'yinni qarang, Farruh Sayfiyev xuddi yoshligiga qaytgandek o'ynadi. Shunaqa assist berdi. Hojimat Erkinov yurgan joyini ko'ring. Bemalol yuribdi, bemalol hujum qilyapti. Ha, jussasi kichik. Ha, Abbos Fayzullayev kichik, lekin Abbos o'sha kichik jussa bilan Qatarga ham 2 gol urdi boshi bilan. Kecha ham ajoyib zarba gol. Ali aytishadi-yu, har nima bo'lsa yaxshilikka yo'yaylik degandayda, kecha o'sha Abbosbek Fayzullayev jarima zarbasidan gol urganda mabodo Jaloliddin Masharipov tarkibda bo'lganida to'pni Jaloliddin tepardi. Jaloliddinni eronliklarni yaxshi o'rgangan, eronliklarni bilardi dediku, ular ham buni o'rgangan edi-da. Boshqa tarafi bugun ijtimoiy tarmoqda rolik ko'rdim. Kichkina bola otasi bilan futbol ko'rib o'tirishibdi. Televizor devorda jarima zarbasi belgilangan. Haligi bola otasiga aytayapti, Abbos hozir gol uradi. Xuddi Abbos birga qum kechib o'yin o'ynab yurgan o'rtog'idek. Abbos gol uradi. Urmaydi, bu uzoq. Ota endi har holda futbolda tajribasi kattaroq, yosh bola. Zarba berildi, 4 ta himoyachi bir-biriga qaradi, darvozabon himoyachilarga xushvoqdi, to'p darvoza to'riga borib tushdi. Bolani so'yinganini ko'ring, ijtimoiy tarmoqda topib. Yugurib yuribdi xonaning ichida, Abbos gol urdi deb turib. Ana shu lahzalar uchun g'alaba kerak. Ana shunday quvonch, shodlik bag'ishlagani uchun futbolni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun men Srechka Katanets biz bilanmi deyishganda yo'q deganim, Srechka Katanets davri o'tdi. Temur Kapadze qo'g'irchoq murabbiy emas. Ha, yordamchilar o'sha qoldi. Lekin o'sha podkastda aytganimdek, yordamchilar o'z ishini munosib bajarayotgan edi. Katanetsga 2 ta e'tiroz bor edi. Bittasi O'zbekistonda muqim yashamasdan, futbolchilarimizni kuzatmasdan, hattoki kerak bo'lsa xorijda o'ynayotgan futbolchilarimiz bilan borib joyida muloqot qilmasdan yurgani. Terma jamoani murabbiy 1 yilda 7 ta 8 ta o'yin o'tkazadi. Qolgan vaqt qo'l ostidagilarni qanday formada ekanligini kuzatishi, raqiblarni o'rganishi kerak. Ha, tahlilchi bor. Tahlil qilib beradi. Yordamchilar ko'p, lekin qarorni bosh murabbiy qabul qiladi-da. Shuning uchun nazarimda Srechka Katanetsning yordamchilari emas, masalan, Nasaf Navbahor uchrashuvida, Paxtakor Dinamo Samarqand uchrashuvida o'zi bo'lishi kerak edi. Mana shu tomondan e'tiroz bor edi va haliga aytganim, raqibni inobatga olmasdan faqat o'zi bilgan taktika, siz aytgandek, asosiy e'tibor himoyaga. Biz birinchi vazifamiz to'p o'tkazib yubormaslik. Gol uramizmi yo'qmi keyin deganday bir tamoyilga amal qilardi-da. Temur Kapadze'da unaqa emas. Temur Kapadze doim muxlislar bob o'yin namoyish qilish tarafdori bo'lgan. Men ham bu savolni bekorga bermadim. Sababi Olimpiada musobaqalarida olib qarasak, Temur Kapadze o'sha nomdorroq deb qaralgan Ispaniyaga qarshi o'sha 4 ta himoyachi bilan o'ynagan. Lekin 20-mart kungi Qirg'izistonga qarshi o'yinda qirg'izistonliklar bitta kam bo'lib turgan taqdirda ham O'zbekiston baribir o'sha 5 ta himoyachi pozitsiyasidan chekinmadi. O'shanga nisbatan bu savol berganman. 5 ta himoyachi deyapmiz-da. Abdulla o'ynadi-ku himoyada, markazda. Umar Eshmurodov Eronda tushdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, vaziyatlardan birida gol uradigan vaziyatda raqib jarima maydonida yuruvdi. Amalda siz bilan biz bilgan 5 ta himoyachi bo'ldi, lekin Hojiakbar Alijonov qayerda yurdi? Hojiakbar Alijonov to'laqonli o'ng qanot hujumchisi bo'ldi. Bundoq olib qaraydigan bo'lsak. Yana to'g'rimi? Abdulla oldinda yuribdi.
Standart vaziyatlar juda ko'p bo'ldi. Rustam Ashurmatov o'sha tarafda, Abduqodir Husanov yana raqib jarima maydonida. U haligi biz 5 ta deb dogmaga o'xshab ushlab olishimiz kerak emas-da. O'yinni o'ziga qarab baho berishimiz kerak. Xo'p, to'g'ri, ularning o'rniga kimnidir tushirish mumkin edi. Jamshid Iskandarov misol. Masalan, Jamshid Iskandarovni, masalan, yana kimnidir-da endi bundoq haligi taklif qilinganlar xohlaganingizni. Biroq yana ta'kidlayman, Temur Kapadze mana shu tarkib bilan amalda 2 ta mashg'ulot o'tkazdi. Haligi avval ham aytdim, yana ta'kidlashga tayyorman. O'sha yangi uyni qurmay turib eskisini buzma degan gap ham bor-da, u bejiz aytilmagan. 4 ta himoyachi qilib qo'ysa, mana u yigitlar 3 ta bo'lib o'ynashga har holda ko'proq o'rgangan. Qayerdadir bitta qarshi hujumni o'tkazib yuborsak, o'sha 3 ochko yo'q edi. Balki shuning uchun ham o'zini ehtiyot qilgandir. Shu 3 ta himoyachi tura qolsin, lekin oldinga borsin. E'tibor bering, nima uchun? Keyin ijtimoiy tarmoqlarda o'shalik boshqa bir podkastda aytilgan gap, Jaloliddin Masharipov raqibi kamligini faqat almashtirilgandan keyin bildim deyapti. Nima uchun Eldor Shomurodov buni bilmayapti? Bir tarafdan bu futbolchilar yaxshi futbolchilar, termamizni ko'p og'ir kunlarda koriga yaragan futbolchilar, lekin maydonda o'ynayotgan professional futbolchi vaziyatni o'zi nazorat qilishi shart. Raqib kamayib qolganini ko'rish kerak. Biz siz bilan kuzatib o'tirib, kimnidir ajratib olamiz. Mana u Ashurmatov deymiz, mana u Alijonov deymiz va hokazoda. Ular raqibni ko'rishi avvaldan o'rgangan raqibku bilishi kerak. Ikkinchisi, tanaffusda Temur Kapadze alohida ta'kidlash kerak edi yoki himoyachini hujumchiga almashtirish kerak edi deyapmiz. Balki siz o'sha kiyim almashtirish xonasida bo'lmagansiz, men ham. Balki Temur o'sha vaziyatda maydonda bor futbolchilarga oldinga yana ham faolroq borish tayinlagandir. Mana shu tarkibni o'zi bilan hisobni yilqiroq ko'rinishga olib kelmoqchi bo'lgandir. Boshqa tarafi bor. O'sha kuni Eldor Shomurodov penaltini ura olmadi. Almashtirib tashlashdan osoni yo'q-da. Endi to'g'risi, lekin bu bilan juda og'ir ruhiy zarba berish mumkin. Shuning uchun ham balki Eldorni almashtirmagandir, turgandir. Himoyachilarni qaysinisinidir almashtirsa, tavba qildim, o'tib ketdi-ku, endi haligi yana bittasi jarohat olsa, o'rniga tushiradigan kimimiz bor edi? Bu tomoni ham bor-da. Haligi biz ko'pincha futbolni ko'ramizda eng bilag'on o'zimiz. Hamma narsani biz bilamiz. Ani o'tirgan trener yoki haligi yonidagilar hech narsani tushunmaydimi deb hayron bo'lib savol beramizda, lekin ular zimmasida mas'uliyatni his qiladi. Temur Kapadzeni avvalgi yili o'sha Dohada Olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritgandan keyin yurtga qaytayotganda aeroportda aytgan bir gapi esimdan chiqmasa kerak. Aka deydi, Olimpik tuzilgan kundan boshlab mana shu Indoneziyani yutib Olimpiadaga yo'llanmaga ega bo'lgunimizgacha ishoning biror kecha normal uxlolmadim. Ana shu g'alabani qo'lga kiritganimizdan keyin mana yelkadagi bosim tushdi, uxladim dedi. Ana endi siz tasavvur qiling. Oddiy muxlis bugun terma jamoamiz yutqizib qo'ysa so'kadi, xumordan chiqadi, ertasiga o'zining ishi bilan bo'lib ketadi-da, unutadi. Yutgan kuni bugun xursand bo'ladi, ertasiga boshqa narsaga chalg'iydi. O'sha trener oylar, yillar davomida vazifa bajarish kerakligini his qilib, shu yuk bilan yuradi. Mana shu tomonda farq borligini ba'zida esdan chiqarib qo'yamiz. Endi yana qaytarib aytaman, unda Katanetschi deyishi mumkin kimdir hozir. Avval ham aytganman, Srechka Katanets bundan 25 yil avval natija bergan trener. Undan keyin hech narsani qoyillatgani yo'q. Sorin etmagan. Kecha Sherzod Nasrullayev bilan Nasaf futbolchi O'zbekiston terma jamoasi chap qanot himoyachisi bilan suhbatlashganimda Telegram orqali u aytib qoldi, Kapadze va Srechka Katanetsni faqatgina tajribasida farq bor dedi. Ya'ni ular faqat tajriba bilan farq qiladi.
Katanes himoyaviy o'yin tarafdori edi. Biz o'shani orqasidan natijaga erishdik. Endi Kapadze keldi va u hujumkor o'yinni bizga aytyapti, hujumkorroq o'yin. Endi biz ikkalasini birlashtirmoqchimiz. Endi aslida bu qiyin ish. Tasavvur qiling, siz o'zingizni hunaringiz bilan shug'ullanib kelyapsiz-da, bir narsaga o'rganib qoldingiz. Boshqa boshliq keldida, yo'q, buni o'zgartiramiz. Bu tarafdan emas, bu tarafdan yuramiz desa, o'sha tarafdan yurishga o'rganguningizcha ham vaqt ketadi. Bu ham bor gap. Futbolchilarga oson emas. Futbolchilarni biz o'zimizcha o'tirib olib tanqid qilamiz. Endi nazarimda hammamiz o'zimiz ishimiz bor. Aytaylik, sharhlovchilar sharhlaydi, ekspertlar tahlil qiladi, mutaxassislar baho beradi, muxlislar o'zini fikr mulohazasini aytib xumordan chiqadi. Chunki futbolni yaxshi ko'radi. Befarq bo'lganda ko'rmasdi. Men bitta narsani aniq bilaman. Kechasi O'zbekiston terma jamoasi Eronda o'ynab bo'lgandan keyin muxlislarning bir 4 dan 3 qismi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni ham oxirigacha ko'rdi. Boshqa payt tasavvur qiling, KXDR va BA'ni o'yinini ko'rgin deng, menga nima keragi bor deydi. To'g'rimi? Kecha o'sha uchrashuvda agar koreyaliklar g'alaba qozonganda biz jahon chempionati yo'llanmasiga ega bo'lardik va shuning uchun ham hammamiz ko'nglimizda bir chekkasida umid bor edi-da, ilinj bor edi. Birlashgan Arab Amirliklari kuchliroqligini tushunib turibmiz. O'yin Saudiya Arabistonida ekanligidan ham xabarimiz bor. Koreyslar faqat o'zidagi o'yinchilarga tayanadi. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi tarkibini yarmi chetdan kelganlar. Kecha o'qib qoldim, 6 tasi braziliyalik. O'sha yarmi deylik, endi o'sha mayli 6 ta, 7 ta, 5 ta demasdan tarkibda bor. Chunki bittasini o'rniga boshqasi tushdi. O'shaning uchun yarmi legionerlarda haqiqiy arablar deylik, qo'shtirnoq ichida shularga qarshi o'ynash qiyinligini tushunib turgandik, lekin umid. Oxirigacha kutdik, 7 daqiqa qo'shdi, 8-sida arablar baribir gol urdi. Natija adolatdan nazarimda. Va endi hamma narsa asosan Abu Dabidagi o'yinda hal bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklari o'sha bosh murabbiyni iste'foga chiqaribdi. Bu biz uchun yutuqmi yoki qanaqadir ular murabbiyni almashtirdi, bizda ustunlik bor degan narsa futbolchilarni chalg'itib qo'ymaydimi? Yo'q. Nazarimda yo'q, chalg'itmaydi. Sababi odatda futbolda u klub bo'ladimi, terma jamoa bo'ladimi, murabbiy almashsa, yangi murabbiy davrida ham maydonga tushishni xohlaganlar ko'payadi. Avvalgi murabbiyning yoqimtoyiga aylanib, asosiy tarkibda joyim kafolatlangan deganlar qayerdadir bo'shashishi mumkin-da. Yangi murabbiy kelganda ular ham jon kuydirib 2 baravar ko'proq harakat qiladi. Men asosiy tarkibga loyiqman deyish uchun. Va zaxira o'rindig'ida qolib ketayotganlar murabbiy almashdi. Avvalgi meni yoqtirmasdi yoki o'sha pozitsiyada o'ynaydigan boshqa futbolchiga ko'proq e'tibor qaratardi, uni maydonga tushirardi. Endi men o'zimni mashg'ulotda ko'rsatsam, maydonga tushishim mumkin. O'yinda qahramonlik ko'rsata olsam, tarkibdan muhim joy olishim mumkin deb turib, ko'zi yonib, yana ham ko'proq harakat qiladi. Shuning uchun buni futbolchilarimiz ham biladi. Mana o'zimizda ham trener almashdi. O'tgan haftada bo'layotgan gapda endi haligi bir hafta bo'ldi shu trener shular bilan ishlaganiga. U tayinlangan avvalroq u. Shuning uchun u Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiy almashtirilishi biznikilarni biraligi bo'shashishiga sabab bo'lmaydi. Aksincha raqib futbolchilari yana ham ko'proq motivatsiya bilan o'ynashiga turtki bo'ladi. Boshqa tarafi bor. Endi hamma narsani biz o'zimizcha baholaymiz-ku, har bittamiz. Bizni ko'rib o'tirganlar ham shu jumladan. Hozir
fikr mulohazalar bildirishni boshlashdi. Birlashgan Arab Amirligi futbol mutasaddilari bu trener bilan jahon chempionatiga chiqa olmaganliklarini tan olishdi. Endi keyingi bosqichga tayyorgarlik ko'rish uchun yangi keladigan murabbiyga imkoniyat berishyapti degan fikr ham bildirildi. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari ishonmayapti. O'zbekiston yo ular bilan o'yinda hal qiladi masalani, juda bo'lmasa oxirgi turda Qatarni yutadi-da, jahon chempionatiga yo'llanmani oladi. Eron, O'zbekiston 1-2 o'rindan chiqishadi guruhdan. Birlashgan Arab Amirliklari 3-o'rinda qoladi guruhda. Demak, hali kurashni davom ettirish kerak. Kurashni davom ettirganda ham endi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan emas, naryoqdagi kuchli umidvor bo'lib turgan jamoalar bilan. Shuning uchun ular hozir almashtirishdi. Iyunda emas. Masalan, iyunda O'zbekiston bilan o'yingacha qo'yib berib, biznikilarga agar munosib qarshilik ko'rsata olmasa, kechagi o'yinni namoyish qiladigan bo'lsa, biznikilar ustun. Eronda biz qanday o'ynadik-ku, Birlashgan Arab Amirliklari Saudiya Arabistonda qanday o'ynadi. Ikkala o'yinni ham sinchkovlik bilan kuzatdik, tomosha qildik. Raqiblarimiz kim edi degan savolni ham qo'yaylik-da. Biz Eronni maydonida o'ynadik. So'zimizni o'tkazishga harakat qildik. Himoyaga yotib olmadik. Birlashgan Arab Amirliklari hattoki o'sha ikkinchi taymni oxirlarida ham xuddi mana shu hisob ham qanoatlantiradiganday bemalol yurdi-da. Omadi chopib, oxirida gol urdi. Aks holda durang bilan qaytib ketardi. Shuning uchun nazarimda u Portugaliyalik trenerning ketishi Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qo'shimcha motivatsiya bo'ldi. Yaqinda siz eshitgan bo'lsangiz kerak, Eron matbuotida xabarlar chiqib qoldi. O'zbekiston futboli bizdan o'tib ketdi degan ma'noda. Ya'ni ular O'zbekistonni legionerlari bilan Eron o'zini legionerlari, O'zbekiston o'zini legionerlari bilan taqqoslab ko'rsatganda, O'zbekiston bizdan o'tib ketdi degan maqola chiqardi. Futbol 360 degan sayt. Sizni bu borada fikringiz qanday? Biz qanchalik Erondan o'tib ketdik? Rostini aytayim, biz hali o'tib ketmadik. Har holda hozir biz o'tib ketishga harakat qilyapmiz. Nima uchun biz o'tib ketdik deyishyapti? Abduqodir Husanov Lensdan Manchester Cityga o'tgani uchun. Manchester City 40 million plus 10 million bonus to'lashga rozi bo'lgani uchun, Abduqodir Husanovning bahosi 35 millionga ko'tarilgani uchun, Abduqodir Husanov Vinicius Junior kabi yulduzlarga qarshi ishonchli o'yin namoyish qila boshlagani uchun gapirilyapti bu gap. Endi tarozini boshqa pallasiga hujum chizig'imizni qo'yaylik. Eron kecha yoshi o'tib qolgan Sardor Azmun va Mehdi Tarimiy bilan o'ynadi. Bizda ham yoshi 30 ga borib qolgan Eldor Shomurodov. Hujum nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, kim kuchliroq? Eron. Buni ular amalda ham ko'rsatdi. Agar O'tkir Yusupov bir necha marotaba jonbozlik ko'rsatmaganida biz g'alaba qozonarmidik, yo'qmi? Yana boshqa tarafi bor. Himoya tomondan oladigan bo'lsak, bugun biz ustunmiz. O'sha Abbosbek Fayzullayev urgan golni ko'ring, Hojimat Erkinov urgan golni ko'ring. Yana bir nechta vaziyat bo'ldi. Yana bitta vaziyatda o'yindan tashqari holat qayd etilgani uchun golimiz inobatga olinmadi. Ya'ni Eron termasini himoyasi islohotga muhtoj. Bu biz Eron termasini O'zbekiston bilan o'yinini kuzatib turib gapirgan gapimiz. Yana bitta tarafi Eron terma jamoasi tarkibida yoshi kattalar ko'payib ketdi. Va aksincha O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga yangi qon quyilyapti. Shuning uchun ham eronliklar, nafaqat eronliklar, buni yevropaliklar ham gapiryapti. Qator nashrlarda, teleko'rsatuvlarda, podkastlarda O'zbekiston terma jamoasi tobora kuchayishi bashorat qilinyapti, taxmin qilinyapti. Nimaga? Yoshlar, o'smirlar o'rtasidagi
musobaqalarda so'nggi yillarda O'zbekiston Erondan yuqori turibdi. O'sha 20 yoshlilar chempion bo'lganini oling. 23 yoshlilarimiz muntazam ravishda finalga chiqayotganini oling. 23 yoshlilarimiz 18-yil chempion bo'ldi. Keyin o'zimizda Saudiya Arabistoniga imkoniyatni boy berdi. O'shanda Saudiya Arabistoni terma jamoasi, yoshlar terma jamoasi tarkibida milliy terma jamoada o'ynayotgan 5 ta 6 ta futbolchi bor edi. Bu haqiqiy kuchli jamoa edi. Qo'shimchasiga o'tgan yili Dohada o'sha Osiyo chempionatida olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritib bo'lgandan keyin Yaponiyaga oxirida yutqizib qo'ydik. Yaponiya chempion bo'ldi. Lekin 23 yoshlilar chempionatlarining oxirgi 3 tasida finalda albatta O'zbekiston bor. Birinchisida Vietnam, keyingisida Saudiya Arabistoni va o'tgan yili Yaponiyaga qarshi o'ynadik. Raqiblar almashyapti. O'zbekiston muntazam ravishda finalga chiqyapti. Boshqa tarafi Eron qani? Dohada o'tgan olimpiadaga saralash maqomiga ega bo'lgan Osiyo chempionatiga Eron umuman chiqa olmadi. Toshkentda Jarda esingizda bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi Eronni o'sha turnirga bormaydigan qilib qo'ydi. Chunki natija boshqacha bo'lganda ikkalasi ham borishi mumkin edi-da. Birinchilar albatta chiqardi, ikkinchilar yo chiqardi yo yo'q. Eron chiqmadi. Ya'ni Toshkentda o'sha huquqdan mahrum bo'ldi. Temur Kapadzani jamoasi o'shanda esingizda bor, Temur edi, rahbar. Bu tarafdan, ikkinchi tarafdan 20 yoshlilar deyapmiz. Ravshan Haydarov jamoasi Osiyo chempioni bo'ldi. 20 yoshlilarimiz bu safar sal omadi chopmadi dedik. O'sha penaltilar tepishni butun dunyo o'rganish kerak shekilli. O'yinni boshida penalti urishimiz kerak edi, penaltilar seriyasida urishimiz kerak edi deymiz. Urolmayapmiz. Ana shu penaltilarda ishimiz yurishganda yana jahon chempionatiga borardik. Chunki Abduqodir Husanovni Lans skautlari, Manchesterlik skautlar aynan jahon chempionatida kuzatgan, ko'rgan. Shu tomondan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha 17 yoshlilarimizni jahon chempionatida o'zini ko'rsatgani boring, yana oxiri Isroilga yutqizib chiqib ketishdi, lekin Isroil finalgacha bordi. Har bitta yosh toifasida oladigan bo'lsak, O'zbekiston terma jamoasi bugungi kunda qit'ada yetakchilar orasida turibdi. Demak, agar murabbiylarimiz, mutasaddilarimiz o'sha iste'dod sohiblarini yo'qotib qo'yishmasa, yaqin orada O'zbekiston terma jamoasi muttasil ravishda tarkibini yangilab, kuchaytirib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eronlik murabbiy nima dedi? Nima uchun terma jamoada yosh kattalar ko'payib ketdi, yoshroqlarni qo'ysangiz bo'lmaydimi deb so'rashdi-ku. Mana shu biz bilan uchrashuvda nima deb javob berdi? To'g'risi eshitma. Aytdiki, biz hozir natija uchun o'ynayapmiz. Hozir tavakkal qilib tajriba o'tkazadigan vaqt emas. Pasportiga qarab yoshrog'i qo'ya olmayman. Mendan terma jamoani jahon chempionatiga olib chiqish talab qilinyapti. Vazifam shu, vazifamni bajaray dedi. Vazifani bajardi. Yosh kattalar bilan bajardi. Ana endi tasavvur qiling, 26-yilgi jahon chempionatiga Eron chiqdi, o'ynab bo'ldi. Undan keyin keskin o'zgartirishga to'g'ri keladi. Keskin o'zgartirishga to'g'ri keladi, chunki Sardor Azmunlar, Mehdi Tarimiylar umrbod o'yna olmaydi. Ularning o'rniga keladiganlarning saviyasi esa hozircha yuksak talablarga javob bera olmayapti. Shu nuqtai nazardan eronlik jurnalistlar, hamkasblar O'zbekiston bizdan o'tib ketyapti degan bo'lishi mumkin. Boshqa fikrni aytay, Start telekanali, Rossiyani telekanali muntazam ravishda Osiyo futbolini ko'rsatib keladi. Osiyo Chempionlar Ligasi, Osiyo 2-chi Chempionlar Ligasini o'yinlarini beradi. G'arbdagini ham, sharqdagini ham. Jahon chempionat saralash uchrashuvlarini namoyish qiladi. Va o'sha o'yinlarni sharhlaydiganlar bizning sharhlovchilarimizdan ko'ra ko'proq o'rganishadi Osiyo futbolini. Biz odatda o'zimiznikilarga urg'u berib qo'ya qolamizda, chunki bizni tomosha qilayotgan muxlis biznikilar haqida eshitishni xohlaydi. O'zimizniki ishga qovushsa, maqtasak, xursand bo'lib o'tiraveradi. Qani neytral maqomda ishlayotgan Boltiq bo'yidagilar yoki o'sha Rossiyadagilar nafaqat bizni, raqibimizni ham o'rganyapti-da.
Chunki u o'yin vaqtida u yoki bu tomonni tarafini olib sharhlamaydi. U neytral bo'lib, xolis bo'lib sharhlash kerak va imkon qadar ma'lumot berish kerak. Ana o'shalarning fikricha bugungi kunda Osiyoda Yaponiya, Erondan keyin terma jamoalarni olganda O'zbekiston turibdi. Koreya, Janubiy Koreya emas, Koreya Respublikasi, Avstraliya emas, Qatar emas, ikki karra Osiyo chempioni va boshqalar emas. Yaponiya, Eron, O'zbekiston. O'zi aynan savolni bermoqchi. Va endi qarang, Yaponiya jahon chempionatiga chiqdi. Eron jahon chempionatiga chiqdi. Xudo xohlasa 5-iyun kuni O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi. Xudo xohlasa. O'zi aynan savol bermoqchi edim to'g'risi. Ya'ni transfer marketdagi narxlarda O'zbekiston 3-o'rin, o'sha Janubiy Koreya, Yaponiya va Janubiy Koreyadan keyin 3-o'rin, O'zbekiston Osiyoda hozirgi o'yini bo'yicha nechinchi o'rinda degan savol bermoqchi edim, javob berib ketdingiz. Keyingi savolim nima desam, yaqin Qirg'izistonni qiynalibroq yutdi-ku O'zbekiston. O'shanda muxlislar tanqid qildi. O'zbekistonliklar futbolchilarni murabbiylar shtabini tanqid qildi. Ya'ni biz ko'proq gol urishimiz kerak edi degan ma'noda. Lekin kecha Qirg'iziston bizni musobaqada o'sha saralashda yutgan Qatarni 3-1 ga yutdi. Bu Qirg'iziston futbolini endi biz uncha ham kuzatmaymiz, to'g'risi Qirg'iziston futbolini qaysidir ma'noda, chunki bizdan sal pastroqda deb o'ylashimmi, yoritilmaydi, chempionatlari kuzatilmaydi. Lekin o'sha Qirg'iziston biz indamay turibdi dedimi, kuchayib ketdimikin yoki shunchaki omadi keldimi kechagi o'yinda yoki O'zbekiston bilan o'yinda? Birinchidan futbol o'ynashni deyarli hamma o'rganyapti. Buni tan olaylik. Chunki Yevropa miqyosida olsangiz ham faqat Osiyo emas. Turib hech kim kutmagan futbolda avval birorta musobaqani qoyil qilib o'tkazmagan jamoalar o'zini ko'rsatyapti. Mana Islandiya nafaqat futboli, balki o'sha tomoshabinlar bilan muvaffaqiyatni nishonlashi bilan hammaga o'rnak bo'ldi, esda qoladigan voqeaga aylandi. Islandiya desa hamma tushunadi nima haqida gap ketayotganini. Bizda Osiyoda avval 4 ta yo'llanma bor edi. Jahon chempionatiga. 4,5 yarimtasi baribir tegmasdi. Odatda o'sha 4 ta yo'llanma egasi bor. Biz o'zimizni har qancha qiynamaylik, urinmaylik, harakat qilmaylik, baribir o'sha 4 ta kit yo'llanmani olib qo'yadi, bizga hech narsa tegmaydi degan tushuncha bor edi. Maqsadga yeta olmasak, xarajatni nima keragi bor deb turib, tepada turganlar javob berardi. Ana endi yo'llanma 8 ta. 8,5 ta, 8 ta deylik, naqdini. Kecha ana 4 tadan baribir non tegmaydi deganlar, nima uchun o'sha 8 tani bittasi biz bo'lmasligimiz kerak deb harakatga tushdi. Hamma harakatda. U faqat Qirg'iziston emas. O'tgan yil Osiyo chempionatini eslang, Tojikiston. Biz nafaqat Qirg'izistonni, Turkmanistonni, balki Tojikistonni ham futbolini o'zimizdan biroz pastroqda deb baholashga o'rganib qolganmiz. Bundan qo'shnilarimiz xafa bo'lishmasa kerak, chunki avvalgi natijalardan kelib chiqib gapiryapmiz. Futbolchilarimiz qayerda o'ynayotganidan kelib chiqib gapiryapmiz. Qanday o'yin namoyish qilayotgandan kelib chiqib aytyapmiz. Tojikiston qanday o'ynadi? Tojikiston Bapeshtni hammamiz o'rgandik. To'g'rimi? Qirg'iziston futbolga juda katta e'tibor qaratyapti. Jalolobodda maxsus futbol akademiyasi, Bishkekda yangi stadion qurishyapti. 50 mingdan oshiq tomoshabinni sig'diradigan va xudo xohlasa agar o'zaro o'sha taklifimiz inobatga olinsa, Markaziy Osiyoda Osiyo chempionati o'tkaziladigan bo'lsa, xudo biladi, final hali qayerda o'tadi. Chunki bizda O'zbekistonda bugungi kunda Bunyodkor 34 ming tomoshabinni bag'riga sig'dira oladi, Paxtakor 35 ming. Bo'ldi. Ular 51 ming stadionni qo'yib qo'yapti. Yangi quryapti-da. Tojikiston yangi stadion quryapti. Agar futbolda natijaga erishishga ko'zi yetmasa, o'sha rahbarlar bugungi iqtisodiy og'ir vaziyatda bunga pul sarflamasdi. Demak,
Qirg'iziston, Tojikiston futbolida o'sish bor. Tojikiston Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi markazi. Shtab-kvartirasi o'sha Kafani Tojikistonda, Dushanbeda. Shuning uchun Markaziy Osiyo jamoalar turnirlarining aksariyati Tojikistonda o'tkazilyapti. Ya'ni bu ham tojikistonliklar hali umidvorligini ko'rsatib turibdi. Bugun Qirg'iziston qatnashyapti, Tojikiston ozgina qoldi. Keyingi safar Tojikiston ham kurashadi. Bu bir tarafi. Ikkinchisi, Qatar hozirgi tarkibi bilan o'zini yuksak cho'qqisiga 24-yil yanvar-fevralda chiqib bo'ldi. Undan keyin pasayishga ketdi, pasayyapti. Yana ta'kidlab aytaman, biz agar Dohada o'zimiz qo'rqoqlik qilmaganimizda yutardik o'sha o'yinni. 0-2 dan 2-2 qilib olib, Qatar esankirab qolgan, charchagan holatida biz hujumga zo'r bersak yana gol urardik. Endi bu o'tirib olib hozir o'tib ketgandan keyin gapirishdan osoni yo'q-ku, lekin shunga qarab ketayotdi. Boshqatdan ko'rib chiqish mumkin o'yinni, videosini. Oradan 4 kun o'tib, Birlashgan Arab Amirliklari o'sha Qatarni yer bilan bitta qildi. Taraqa turuq qilib urib tashladi-da. Mana senga kerak bo'lsa, 2 karra Osiyo chempioni bo'lsang o'zingga dedi-da. O'sha Qatar, u haligi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi ham anchagacha munosib qarshilik ko'rsatdi, keyin o'xshamay qoldi, 1-5 hisobda yutqazdi. Qirg'izistonda Bishkekda aksincha. Birinchidan mezbonlar o'ta ko'tarinki kayfiyatda boshlashdi o'yinni. Darvozabonlar biz bilan o'yinda qanday turganini ko'rdingiz. Qo'shimchasiga gol urishdida o'zlari ikkinchi taym boshida gol o'tkazib yuborgandan keyin qatarliklar o'ziga o'zi dushmanlik qilishdi, o'zini oyog'idan o'zi chaldi, qizil kartochka olib chiqib ketdi. Gol urgan o'yinchi chiqib ketdi. Bizga gol urgan o'sha g'alaba keltirgan gol urgan o'yinchi chiqib ketdi va oxirida Qirg'iziston gol urdi, Qatar mag'lubiyatdan qutulib qolishni o'yladi, yana to'p o'tkazib yubordi, 3-1 Qirg'iziston yutib turibdi. Ana endi taqdir hazili shunday bo'lishi mumkinki, qo'shnilarimiz qolgan ikkita uchrashuvda g'alaba qozona olsa va aksincha Qatar ikkala uchrashuvni yuta olmasa, Qirg'iziston 3-4 o'rinni egallaganlar o'rtasidagi keyingi turnirga chiqarkan. Qatar kim bilan o'ynaydi? Qatar, Eron, keyin O'zbekiston. Qatar Eronni qabul qiladi. Eron hech kim yutqizgani yo'q. Yutqizishni xohlamasa kerak. Va O'zbekistonga keladi. Biz Abu Dabida vazifani bajarib bo'lgan taqdirimizda o'ta ko'tarinki kayfiyatda butun stadion va butun O'zbekiston terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqqanini nishonlayotgan paytda Qatarga yutqizishni xohlamaymiz. Ya'ni biz g'alabaga avvalgidan ham ko'ra ko'proq intilamiz. U ochkolarimiz yetarli bo'ldi, biz yo'llanmani qo'lga kiritdik deb xotirjam mana mehmonlar olinglar, oshdan olinglar demaymiz-da. Ya'ni Qatar Eronni yutishiga ham kafolat yo'q. O'zbekistonni yutishiga ham kafolat yo'q. Endi tasavvur qiling, bir amallab uyda Eron bilan durang o'ynadi deylik. Toshkentda durang o'ynadi deylik. Biz jahon chempionatiga chiqib bo'lganimizdan keyin 2 ochko olyapti-da. Lekin to'plar orasidagi farq bugungi kunga kelib faqat bittaga farq qilyapti xolos. Qatar ustunlikka ega hali. Lekin Qirg'iziston 2 o'yinni yutsa, hozirgi bittadan to'p farq bilan yutgan taqdirda ham bitta to'p farqi qirg'izistonliklarniki yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni Qirg'iziston Qatardan tepaga o'tib ketadi. Qirg'iziston kim bilan o'ynaydi? Qirg'iziston Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'zi bilan, keyin mehmonda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan keyin o'zini maydonida Birlashgan Arab Amirliklari bilan. Ana endi qarang. Taqdir o'yini shunchalik zo'rki, bu futbolda odatda biz faqat o'zimiznikilarga e'tibor beramiz-da. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi uyda o'ynamayapti. Ya'ni Qirg'iziston terma jamoasi ular bilan neytral maydonda kuch sinashadi. Neytral maydonda tengma-teng o'ynash mumkin, yutish mumkin. 3 ochko olsa bo'lar ekan.
kechagi o'yini bo'lsa, Xudo xohlasa, oxirgi o'yinda hamma narsa hal bo'ladigan vaziyatga tushib qolinsa, Birlashgan Arab Amirliklariga ham oson bo'lmaydi. U hozir ular nima uchun murabbiy almashtirdi? Nima uchun umidini endaligi deyarli uzdi deylik? Chiqmagan jondan umid degan ibora bor, uni ham balki esda saqlashayotgandir u. Hali qirg'izlar ham osonlikcha jon bermaydi-da. Qirg'iziston terma jamoasi o'zini maydonida Birlashgan Arab Amirliklarini ham yutishga harakat qiladi. Yuta olmagan taqdirda durang o'ynasa ham biz jahon chempionatiga chiqib ketamiz. Mana bu tomoni ham bor-da. U biz hozir hisoblaganda o'zi asli bitta durangga rozimiz Abu Dabida. Ammo guruhdagi vaziyat zo'r turibdi. 3-4 o'rindagilar ham hali kurashni davom ettirishi uchun. Avval shu narsa yo'q edi. Umid uzganlar bo'ldi deb yig'ishtirib qo'ya qolardi-da, u farqi yo'q. Iroqmi, Suriyami, Tailandmi, bo'ldi biz endi hech narsasiz qoldik derdi-da, oxirgi o'yinlarda kurashmasdi. Bu yerda oxirigacha kurash ketadi. Hozir guruhimizda faqat Koreya Xalq Demokratik Respublikasi barcha imkoniyatlarini yo'qqa chiqarib bo'ldi. Qirg'iziston terma jamoasining o'yini kuchayyapti. Ammo tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz haq. Biz o'sha ahvoldagi Qirg'izistonni ham yirik hisobda yutishimiz kerak edi. Nimaga? O'yinni qayta ko'rib chiqing, nechta vaziyat bo'ldi. Penaltidan tashqari. Biz gol urishimiz shart bo'lgan yana 3 ta, 4 ta, 5 ta vaziyatni topamiz. O'zi darvozabon Erjon To'xtayev 8 ta seyf qildi. O'sha darvozabon qaytargan vaziyatlar, boshqa o'zimiznikilar qiyshiq tepgan vaziyatlar. Haligilarni inobatga oladigan bo'lsak, biz shu ahvolimizda va Qirg'izistonning shu ahvolida yirik hisobda yutishimiz kerak edi. Mayli bu ham yaxshilikka bo'lsin. Biz jahon chempionatiga boraylik, qo'shnilarimiz keyingi bosqichga chiqishsin. Agar biz to'plar orasidagi farqni o'zimizning foydamizga hal qilib qo'yamiz desak, Qirg'izistonniki bugun kelib ayanchli ahvolga tushib qolishi mumkin edi. Ular oxirgi turda umid qolmadi deb turib o'ynamasligi mumkin edi. Balki bu ham yaxshilikkadir. Katta shov-shuv bo'lib ketdi-ku Abduqodir Husanov vaziyat. Ya'ni uning atrofidagi vaziyatlar. Keyin o'sha Instagram sahifasida bir muxlis O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga murojaat qildi. Ya'ni sizlar uni shaxsiy hududini himoya qila olmayapsizlar degan ma'noda. Bu qanchalik to'g'ri, ya'ni UFA qanchalik bu narsani himoya qila olmadi? Birinchidan UFA bunday ahvolga birinchi marta tushishi. Hozirgacha birorta futbolchimiz Angliya Premyer Ligasida o'ynamagan va terma jamoaga chaqirilganda unga e'tibor, qiziqish bunchalik bo'lmagan. Tasavvur qiling, jarda birinchi paydo bo'lgan kuni haqiqiy futbol sohasida ishlab yurgan muxbirlardan ko'ra atrofda blogerlar, ijtimoiy tarmoqlarda sahifa yurituvchilar ko'proqday tuyuldi. Futbol haqida Angliya futboli va O'zbekiston futboli, Manchester City va avvalgi o'ynagan jamoasi Landsni hech bo'lmasa solishtirishi o'rniga biznikilar to'y qachon, kuyov jo'ra kim bo'ladi kabi savollar berib yuribdi. Ikkinchi tarafi endi hammamiz ham odammiz. Xudo xohlasa o'sha 27-may kuni to'y deyishdi. Uylansin, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Chunki u ham yigit, odam baxtli bo'lishga haqqi bor. O'sha sochini oldirib, uchrashuvga chiqib, to'ydan avvalgi marosimlarda qatnashishi kerak. Bu futbolchi ekan deb faqat to'p tepadi degan joyi yo'q, robotmas. Boshqa tarafi biz chindan ham biz deganda men O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini ham, muxlislarimizni ham, hamkasblarimizni, blogerlar, vaynerlar va boshqalarni ham nazarda tutyapman. Birinchi marotaba hamyurtimiz mana shunday yuksaklikka ko'tarilib borayotgan paytda undan o'zimiz uchun, o'z manfaatimiz uchun foydalanishni emas, uni yana ham yuksakroqqa ko'tarilishini o'ylashimiz kerak. Hop deb turib haligi
u bahona o'zimizni podpисчигimizni ko'paytirish, like ko'proq yig'ish haqida o'ylasak, ertaga uni chalg'itsak, futbol bir chekkaga surilib qolishi hech gap emasda. Bu Abduqodir Husanov hozir Angliyadan kelganda yaqqol ko'zga tashlandi. Avval nechta iste'dodli yosh futbolchimizni o'zimiz yo'lini to'sganmiz. Qarindosh urug', jiyan ke, men oshnalarim bilan, ulfatlarim bilan choyxonada o'tiribman. Ha, bu meni jiyanimda o'smirlar o'rtasida jahon chempionatiga borib kelgan. Bu zo'r futbolchi bo'ladi, hali Messidan o'tib ketadi. O'tir, bizmi namoshiye. Bunaqalar qancha bo'lgan? Ha, men zo'r ekanman. Shu bilan to'xtagan. Abduqodir Husanov katta yo'lni boshida. Uni har bitta muvaffaqiyati butun o'zbek futbolini faxriy iftixori bo'ladi. O'zbekistonni faxri bo'ladi. Bugun mana shu oddiy bir yigit millatni birlashtiruvchi brendga aylandi. Futbolga qiziqmagan, futbolda qaysi jamoalar borligini bilmaganlar Abduqodir Husanov desa, deydi. Nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardan birida lavha ketdi. Madinada avval O'zbekistondanman desangiz, Imom Buxoriy tilga olinardi. Bu safar yonimda o'tirgan odam Husanov dedi. Bu ham bejiz emasda, bu ham bekorga emas. Ana o'sha yigit mehnati bilan, sa'y harakati bilan ko'tarilyapti. Futbol assotsiatsiyasi ham, o'zimiz ham har bittamiz shu yigitga yordam bermasak, hech bo'lmasa zarar qilmasligimiz kerak. Va Angliyadagilarning e'tirozi to'g'ri. Men avval hayron bo'ldim. Nima uchun City Erondan to'g'ri olib ketish uchun samolyot yuborar ekan deb. Bu sal haligi oshirib yuborishmayaptimi deb. Keyin mana bu vaziyatni ko'rib, bu tomonga burilganidan xabar topgandan keyin juda to'g'ri qaror bo'lgan ekan dedi. Agar hozir Abduqodir yana Toshkentga qaytib kelganda, biz uni yana bir porsiya yaxshilab siqardik. O'zimizga haligi limonni sharbatini chiqarib olish uchun men Abduqodir yonidaman, ko'rib qo'ying deb turib, Abduqodir chekkada qolib ketyapti. Blogerlarimiz ochko ishlashyapti o'zlaricha. Shuning uchun Abduqodir Husanov yaxshi o'ynasin, zo'r sovrinlarni yutsin. Mana bugun faxrlanib yozyapmiz-ku, Manchester City tajribali markaziy himoyachisini Realga taklif qilyapti ekan. Bizda Husanov bor, buni olavering. Shu kunlarga yetganimizga shukr deymiz-da. Endi tasavvur qiling, bizni Abduqodir Husanovimiz bor. Bu kecha zo'r o'ynagan himoyachi Realga bora qolsin. Realga bora qolsin. Bizda Husanov bor. Bu o'zidan o'zi emas. Shuning uchun Abduqodir Husanovga omad tilaymiz. Abduqodir Husanov hali terma jamoa bilan juda ko'p g'alabalarda birga bo'ladi. Eng muhimi, yaratgan o'zi panohida asrasin, yomon ko'zdan asrasin va jarohatlardan o'shaligi asrasin. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. Keyin ko'proq bu o'zim sohamga taalluqli savol beraman. Ya'ni o'sha memlar chiqib ketdi-ku, o'sha Abduqodir Husanovga berilgan savollardan keyin, ya'ni Yevropadagi jurnalistlar, sport jurnalistlari, O'zbekistonda sport jurnalistlari degan ma'noda agar ko'rgan bo'lsangiz, bu O'zbekistonda haqiqatan ham sport jurnalistlari saviyasi past deganimi yoki bu umuman sportga aloqasi bo'lmagan jurnalistlarni o'sha Husanov sabab futbolga paydo bo'lib qolganimi? Ikkinchisi, bizda ham yaxshi sport jurnalistlari bor. Bizdagilar ham agar faqat futbol haqida yoki futbol atrofidagi voqealar haqida gapiriladigan bo'lsa, ma'noli, jo'yali, mantiqiy, izchil savollarni bera oladi. Lekin yana ta'kidlayman, bu bugungi kunni o'ziga xos xususiyati, PR-ni hech kim bekor qilmagan. Nafaqat Husanovning PR-ini, balki Husanov bahona o'zini PR-ini. Shuning uchun hozir haligi asal arilar yopishadi-ku, o'shandoq yopishyapti Husanovga. Atrofdagi sport jurnalisti
chekkada qolib ketyapti-da. Haligi futbolni uncha tushunmaydiganlar ko'proq yaqinlashib olyapti. Yana bir orqaroqqa qaytamiz. Bir savol bor edi. Ya'ni O'zbekiston terma jamoasining oxirgi 5-6 ta o'yinni kuzatsak, penaltidan juda ham ko'p xato qilishdi. Ya'ni o'sha Qatarga kechagi Shomurodovniki bir sabab, keyin 20 yoshlar Koreyada penaltilar sabab chiqib Koreya ketdi. bilan Xitoyda. Bu Xitoydagi chempionat. Keyin bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Bu bizda shug'ullanishmayaptimi yoki Bu umumiy ruhiy ta'sir bilan bog'liq nazarimda. Sababi penaltini mashg'ulot vaqtida tepish bilan o'nlab ming, 35 ming, 50 ming, 70 ming tomoshabin to'la stadionda tepish o'rtasida farq bor. Mashg'ulotda penaltidan gol ursam, urmasam hech narsa o'zgarmaydi. Chunki u mashg'ulot. O'yinda borig'i bitta zarbam bor. O'sha zarbadan gol urishim kerak degan ruhiy bosim o'zini ta'sirini o'tkazadi. Qo'shimchasiga darvozabonlar ham mahorat egasi. Mana O'tkir Yusupov bizga ochko olib berdi-ku. O'sha Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan o'yinlarda penaltidan qutqarib qoldi. Yashasin O'tkir Yusupov dedik-ku. Uni holiga rahmimiz kelmadi-ku, u shug'ullanmagan demadik-ku. Bundoq olib qaraydigan bo'lsa. Boshqa narsa, biz Qirg'iziston bilan o'ynagan oqshomda Millatlar Ligasida Daniya Portugaliya uchrashuvi bo'ldi. Eriksen Daniya terma jamoasini ajoyib o'yinchisi, sardori, hamma taniydigan, endi futbol qiziqqanlar taniydigan penaltidan gol ura olmadi. Portugaliyaning darvozaboni qaytardi. Daniya o'sha kuni bor yo'g'i minimal hisobda g'alabaga erishdi. Javob uchrashuvi oradan 3 kun o'tdi. Bizdagilar 4 kundan keyin 5-kunda o'ynadi. Ular 1 kun ertaroq o'ynadi. Ronaldo ura olmadi. Cristiano Ronaldo penalti ura olmadi. Boshqalarni hammasi shug'ullanmaydi deb ayblashingiz mumkin, lekin 40 ga kirgan Cristiano Ronaldo shug'ullanmaydi deya olmaysiz-da. U trenirovkadan kelib, uyda ham hattoki fitness zal qilib qo'ygan, o'zi qo'shimcha shug'ullanadi. Shuning uchun 40 yoshida, 20 yoshlar bilan teppa-teng yugurib, o'ynab yuribdi. Cristiano Ronaldo penalti ura olmadi. Bu ham mayli. Fransiya, Xorvatiya, Niderlandiya, Ispaniya terma jamoalari bahslarida vaziyat penaltilar seriyasigacha bordi. Bittasida 5 ta, bittasida 4 ta penalti urilmadi. U terma jamoada o'ynayotganlar ham ko'chadan kelganlar emas-da. Chinakam professionallar, o'z ishini ustalari deb baholanganlar. Ura olmayapti. Mbappe ura olmayapti. Klubda Realda. Vinicius ura olmayapti. Real topa olmayapti penalti tepib gol uradigan o'yinchini. Shu joyda endi bilmadim, bu bugungi kunni trendi deb tushunishar u. Eldorga bermasdan penaltini. O'sha kuni Otabek tepmoqchi bo'lib turuvdi yonida, e'tibor bergan bo'lsangiz. Mayli, Masharipov avvalgi yili qovun tushirgandan keyin Panyankasi bilan endi to'xtab tursin deylik. Endi o'zi zo'r yigit, keyin yana urdi o'sha uslub bilan, baraka topsin. Shukurov eslasangiz, Birlashgan Arab Amirliklariga penaltidan urdi, qiynalib urdi. Shtanga, ustunga. Abduqodir Husanovga berish kerak edi penaltini. Chunki energetik BGUda o'ynaganda Abduqodir jarimadan urgan, penaltidan gollar urgan. Zarba kuchli, bor. Ana endi tasavvur qilingda, o'sha joyda Abduqodir Husanov penaltidan gol urdi-da. Qirg'izistonga. Qanaqa bayram bo'lardi? Agar Abduqodir Husanovga berilsa o'sha penaltini, zarbasi bor. Tepib gol urganda ana tomosha, ana xursandchilik, ana bayram bo'lardi-da. Abbosga emas, Abbos yaqinda CSKA tarkibida gol ura olmadi. Shuning uchun
u trenerlar odatda mashg'ulotda endi 11 metr tepamiz deyishi mumkin. 5 marta emas, 20 martadan ham tepish mumkin. Lekin mashg'ulotda 5 marta, 6 marta, 10 marta tepasiz, ikkitasi, 5tasini urarsiz. Hech qanaqa salbiy ta'siri yo'q-da. Mashq qilganday bo'lasiz xolos. Nima uchun? Mashg'ulot vaqtidagi qandaydir bir dribling o'yinda doim ham chiqavermaydi. Chunki o'yinda real qarshilik ko'rsatadigan raqib bor. Shu o'rinda dribling deganiga Abbos Fayzullayevni alohida eslab ketish kerak. Endi biz haftani tahlilini qilayotgan bo'lsak, qirg'izistonliklar bilan o'yinda raqib oyog'ini orasidan to'p olib ketganini, o'sha hujum gol bilan yakunlanganda bormi? Mana shu saralash bosqichini eng chiroyli goli bo'lardi. Zarba bergan o'yinchini hissasi uchun emas, Abbosni o'sha joyda raqibni yosh bola qilib, yana o'ziga xos usulda oyog'ini orasidan to'p olib o'tib ketib, pas berganiga, o'sha uzatma berganiga. Kechagida ham Eronda bir marta raqib oyog'ini orasidan to'p olib o'tib ketdi, aytdim, qoyili, baraka top deb turib, ana shunaqa lahzalar uchun futbolni maza qilib ko'rasizda, bo'lmasa natijani keyin ham bilib qo'yish mumkin. Hozir endi boshqacharoq savol. Siz tasavvur qiling, murabbiysiz. O'zbekiston terma jamoasini 11 nafar futbolchisi bor. Penalti vaziyat, siz qaysi futbolchiga ishongan bo'lardingiz? Bilmadim. Chunki birinchidan terma jamoani ichida bo'lish kerak. O'sha paytdagi ruhiy ahvolini bilish kerak. Sababi biz har kuni har xil kayfiyatda yuramiz. Har bittamiz. Kasbimiz, hunarimizdan qat'iy nazarda ishimiz bir kuni yengil ko'chadi. Bir kuni qo'limiz ishga bormaydi. Shuning uchun ham terma jamoadagi vaziyatni ichidan bilish kerak va keyin 5 ta futbolchini tanlash kerak. Lekin agar abstrakt mudoq ro'yxatni qo'yib turib, kim tepadi desa, unda aylanib o'rgilib, yana o'sha odatda tepib yurganlarni sanab berishingiz mumkin. Hali aytganim, Abduqodir Husanovga berardim, debsin deb. Qolganlarni mundoq hozir xayoldan o'tkazyapman. Deyarli hammasi qayerdadir penaltidan gol urmagan. Lekin u qachondir urmaganda, Eldor aytdimi, faqat ali tepmaganlar ura olmaydi. Urish uchun tepish kerak. Tepmasangiz xato qilmagan bo'lasiz. Endi so'nggi savol o'rnida o'zingiz aytib o'tgandek, tasavvur qiling. Jahon chempionatiga xudo xolasa chiqdik. Jahon chempionatiga chiqdik. O'sha 1 ochkoni Birlashgan Arab Amirliklari 1 ochkomi, 3 ochkomi oldik. Jahon chempionatiga chiqdik. Keyin nima bo'ladi? Ya'ni undan keyingi bizni futbolimizga qanaqa foyda yoki zarar demaylik, foyda tomoni bor. Endi qarang. Avvalo shu kunga yetaylik. Chunki juda ko'p marotaba O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishi uchun nimadir yetmay qolganda, kichkina narsa, zada bo'lgan ko'ngillar haligi sut ichib og'zi kuygan qatig'i ham puflab ichadi degan ibora bor o'zbekda. O'sha kunga yetkazsin. Yigitlarning yuzi yorug' bo'lsin. Hammamizni ko'chamizda bayram bo'lsin. Birlashgan Arab Amirliklarini yutaylik Abu Dabida. Ana anu to'yi ko'ringda. Chunki kecha agar Koreya Xalq Demokratik Respublikasi g'alaba qozonib berganda biz jahon chempionatiga chiqqan bo'lardik-ku. Buni yigitlar samolyotda eshitardi, yo samolyotdan tushishi bilan eshitardi. Biz kechasi bilib, kechasi bilan xursand bo'lardik-ku. Yigitlarni o'sha paytdagi haligi xursand bo'lib nishonlaganini ko'rmasdik. Ana endi bevosita o'sha stadionda Abu Dabida zarur natijani qayd etgandan keyin O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib yurgan yigitlar, tribunadagi muxlislar hammasini ko'rish nasib qilsin. Abu Dabida. Keyin Bunyodkorda bayram qilaylik. Bunyodkorda bayram qilaylik salutlari bilan. Kecha eronliklar salut otdi ko'rgan bo'lsangiz. O'shalik durang bilan jahon chempionatiga chiqqaniga. Biz
hozirgacha jahon chempionatiga chiqmaganmiz. Birinchi marotaba chiqamiz. Mayli 48 ta jamoa bilan bo'lib ishtirokchilar safi kengaysa ham. Futbol bilan shug'ullanadiganlar ko'payadi. Agar o'tgan kuni kecha qo'y to'p tepib nimaga erisharding desa, endi Abduqodirni ko'rganlar, jahon chempionatiga chiqqanimizni bilganlar, bolam yaxshiroq shug'ullangin, sen ham terma jamoaga yetib borarsan deydigan ota-onalar, buvi, bobolar ko'payadi. Tanlov kengaysa, sifat oshadi. Hozirgi yoshlarimiz ertaga bularning ishini davom ettirishga ko'proq ishonch bilan maydonda paydo bo'ladi. Chiqdi-ku avvalgilar. Biz ham chiqamiz deydi-da. Bu tomoni bor. Ikkinchisi, jahon chempionatiga chiqsak, kecha Andijon hokimiyati qilgan ishni qolgan hokimlar ham qiladi. Eronga Andijondan charter reysda 200 dan oshiq muxlis bordi. Bu futbol nafaqat oddiy bir o'yin, bu ijtimoiy hodisa. O'sha joydagi xalqni ruhiy kayfiyati, ko'tarinki kayfiyati ekanligini anglab yetadi ba'zilar. Bugungi kunda ayrim hududlarda futbolni jon dilidan yaxshi ko'radigan rahbarlar ishlayapti. O'sha joyda futbol uchun shart-sharoit yaratib berilyapti. Ba'zi joyda turli bahonalar bilan hukumat miqyosida, davlat rahbari miqyosida qarorlar imzolanganiga qaramasdan futbol chekkada qolib ketyapti. Xafa bo'lishmasin, lekin oddiy misol sifatida Sirdaryoni olaylik. Gigant sanoat korxonasi yo'qdir. Lekin bir paytlar Gulistonda jamoa bo'lgan. Yangiyerda jamoa bo'lgan. O'sha jamoalarni hech bo'lmasa Pro Liga o'rtamiyona jamoasi sifatida ushlab turilsa, butun bir Sirdaryo viloyatidan chiqadigan bolalar uchun o'ziga xos motivatsiya bo'ladi. Abbosbek Fayzullayev Sayxunoboddan, lekin u Sirdaryoda futbol o'rganmadi. U Paxtakorda o'rgandi futbol. Oston O'runov Navoiydan, u futbolni Paxtakorda o'rgandi. Mana shu tomoni bor, lekin hamma Toshkentga kelishi shart degani yo'q. Eldor Shomurodov, Otabek Shukurov xabaringiz bor, Mash'al akademiyasidan keyin Bunyodkorga o'tgan, keyin xorijga ketishgan. Mana bu tomondan olib qaraydigan bo'lsangiz, futbolga e'tibor nafaqat ayrim hududlarda, balki butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, bir paytlar bittadan olimpiya chempionimiz bo'lardi. Muhammad Qodir Abdullayev, Artur Taymazov debda. Keyin Rioda 4 ta bo'ldi, mana endi 8 ta bo'ldi olimpiya sovrindorlarimiz. Avval eslasangiz faqat Toshkentda uy berilardi, mashina berilardi. Hozir viloyatlarda sovg'a salom berilyapti. Nafaqat bu olimpiadada g'olib chiqqanlarga, paralimpiadada, boshqa sport turlari bo'yicha jahon chempionatlarida o'zini ko'rsatganlar taqdirlanyapti. Bu kimlardir o'ylashi mumkin, ha endi hokim o'zini yonidan to'lamagandan keyin bervordi-da kvartirani, mashinani deb turib. O'sha kvartira yoki mashina bitta sportchiga tegyapti. Ammo buni ortidan yana minglab yoshlar sport maydonchasiga kelyapti. Balki men ham ertaga shu kabi g'olib chiqarman deb intilyapti. Vaqtini xudo-behuda o'tkazmayapti. Mana shu tomoniga e'tibor qaratilsa, zo'r bo'ladi va biz o'shanda hozirgi o'xshab chiqa olarmikimiz emas. Osiyoga 8 ta yo'llanma berishdi. Birinchisini biz oldik yoki ikkinchisini biz oldik deb yuraylik. Mana Yaponiya birinchisini oldi, Eron ikkinchisini oldi. Yo'llanma olishimiz shubha ostiga qo'yilmasligi kerak. Biz undan keyingi jahon chempionatlarida muntazam yo'llanma olishimiz zarur. Chunki davlat rahbari miqyosida shunga sharoit yaratish uchun
hamma ish qilinyapti. Hattoki mana kechagi iftorlikda ham alohida duo qilindi. Xalqimiz haqqiga, ishlayotganlar, mutasaddilar, boshqalar haqqiga, lekin futbol alohida e'tirof etildi. Bu ham bejiz emasda. Shuning uchun futbolchilar, mutasaddilar, murabbiylar hammasi qo'lidan kelganini qiladi. Ozgina omadan bo'lsa, biz navbatdagi jahon chempionatida O'zbekistonni ham ko'ramiz. Sal endi boshqa tomoni bor. Kanada, Meksika, Amerika uzoqroq. Borib ko'rib kelish hammaga ham bo'lmaydi-yu, lekin Amerikada, Kanadada istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklar ham ancha to'planib qoldi. O'sha diaspora stadiondan qo'llab-quvvatlab turadi. Bu yoqdan borganlar bilan birga ana o'shanda stadionda tasavvur qiling, jahon chempionati o'yini televizorda namoyish qilinyapti. Sektorlarda O'zbekiston bayroqlari. Boshqacha his bo'ladi odam. Bu aytib, buni tushuntirib yetkazib berish qiyin bo'lgan vaziyatda va Xudo xohlasa mana 5-iyun kuni Abu Dabi deyapmiz. Biznikilar Birlashgan Arab Amirliklariga borib kelishni o'rganib qolishdi. Bir qator reyslar bor. Aviakompaniyalardan bir 5-6 tasi uchadi hozir Birlashgan Arab Amirliklariga. Bemalol borib kelish mumkin. Tasavvur qiling, kecha 200 ta odam hokimiyat tomonidan tashkil qilingan charter reysda bo'lgan bo'lsa, bu safar bir 2000-3000 odam o'zini hisobidan 3-4 kun qo'shimchasiga dam olib ham kelib, borib kelsa bo'ladi-da. Ana shunaqa kunlarga yetkazganiga shukr. Qimmatli vaqt ayamasdan studiyamizga kelganingiz uchun shu suhbat davomida sizga tashakkur aytaman. Rahmat kattakon. Futbolga e'tibor uchun sizlarga rahmat. Qadrli futbol ixlosmandlari, O'zbekiston terma jamoasi nasib qilsa iyunda jahon chempionati yo'llanmasiga ega bo'ladi. Ana shu kunga eson-omon yetish nasib qilsin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana futbol haqida suhbatlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Omadsiz va bizni aslo tark etmasin.